Xolasa. Arilar chirchiqda hosilotda bemalol kelib aloqaga chiqib, yoqsa asal yeb sotib olishingiz mumkin, xudo xolasa. Bu karpata emas, karnika zotli asal arilar. Xudo xolasa mana bo'tga, yana 3 ta yashikka karpat zotli arilar keladi, xudo xolasa yaqin orada. Mana bu 3 ta yashikka xudo xolasa o'zimizni Mayskidan, arzordan arilarni olib kelib, xudo xolasa qo'yamiz, yashikka joylashtiramiz. Xudo xolasa karpat zotli arilarni joylashtiramiz. Shunlarni arilarni gaplashib qo'yganmiz, xudo xolasa. Ozgina mablag'dan muammo bo'lyapti, xudo xolasa shu mablag'ni hal qilib olib, arilarni olib joylashtiramiz. Asal keladigan bo'lsa, xudo xolasa mo'ljalimiz avgust oxirlariga asal olish niyatimiz bor, xudo xolasa. Asal olishga boshlaymiz. Mana aytib o'tganimdek, Po'lat doda bergan rom detallar, juda katta sovg'alardan bittasi asal olish uchun medagonka 4 ta. Xudo xolasa buni to'g'irlab, tozalab asal olishga tayyorlaymiz. Mana